Allohni yodingda saqla. Alloh seni saqlaydi. Allohni saqla va uni qarshingda topasan. Agar so'rasang, Allohdan so'ra. Agar yordam so'rasang, Allohdan so'ra. Va bilginki, agar butun ummat senga biror foyda keltirish uchun jamlansalar ham, ular senga faqatgina Alloh yozgan foydani keltira olishadi. Va agar ular senga biror zarar berish uchun jamlansalar, ular senga faqatgina Alloh yozgan zararni bera olishadi. Zero qalamlar ko'tarilgan va sahifalar qurgan. Menga aytingchi, mana shu hadisga ishongan odam kimdirdan qo'rqadimi? Bu hadisga haqiqiy iymon bilan ishongan odam va yaqin iymon bilan ishonganki, bu odamlarning barchalari senga zarar berish uchun jamlansalar, ular buni qila olishmaydi yoki senga foyda bera olishmaydi. Shunday ekan, kimdan qo'rqasan? Kimni rozi qilmoqchi bo'lib yuribsan? Kimning qarshisida xorlanib yuribsan? Agar men hamma narsa boshidan oxirigacha Allohning qo'lida ekanligiga ishonsam,